Aziz do'stlar, hozir mana bitta 70 ga radar qo'yilgan, Hikvision radar qo'yilgan. Biz orqasidan kelamiz. Top toza yo'lga qaranglar. Mana qaranglar. Sizlarga zo'r imkoniyat. Toza yo'lda qanaqchilik. Hech kim yo'q. Atrajini yo'q. Qanaqchilik ekan qaranglar. Orqasidan kelamiz radarni. 110 metr. 70, 50, 40 30 o'tamiz уже. O'tdik уже. O'tdik уже. Lochin. Ya. Lochinda da yo'q bu. Hikvision-ku bu. Jinni. Jinnimisan? Bu Hikvision-ku. Tanishdingizmi jinni iborasi? Kofem yo'q deyman, ichardim kofem bo'lsa. Lekin haqiqatan ham bu ikkalasi ham translation turibdi. Slab ekan Hikvisionga. Ja osmonga qarab sakramanglar. Slab ekan-ku Hikvisionga. Hozir davom etamiz. Hozir yana bitta Hikvision bor, uni ham orqasiga yurib ko'rsatamiz, videoni uzmasdan. Qanaqa deteksiya bo'lar ekan. Zo'ra, yoqotdim videolar, like bosib qo'yinglar. Silverstone muxlislari uchun bu maxsus test bo'lyapti. Albatta like bosib qo'ying, xudo xolasa bundan ham qiziq videolar chiqadi. Ana ko'rasizlar qanaqa slab ishlayapti. Alohida kesinglar ham, birga kesinglar ham masofa o'zgarmayapti. Yonmay qo'yib tez qilmadingizlar. Yonmay qo'yib tez qilib ham ko'rdim mana masofada. Alohida yurib ham ko'rsatib berdim. Bu pilososga o'xshagan narsa. Bu signallarni, to'lqinlarni tortib oladi. Bu signallarni, to'lqinlarni tortib oladi. Tushunyapsizlarmi? Bu ham shunaqa. Bu o'zidan to'lqin chiqarmaydi bolalar. Tushunyapsizlarmi? Bu o'zidan to'lqin chiqarmaydi, signallarni tortib oladigan radar detektor. Pamexlarni tortib oladi lekin. Neoline. Ko'rdinglar o'zinglar. Lekin Lochin deb o'tgandan keyin Hikvisionni menimcha adashtirib qo'ydi deb o'ylayapman. Chastota yaqin. Ko'rdinglarmi? Chastota yaqin bo'lsa adashtirib qo'yadi. Sizlar Dopplerdan Trafistar deyapti, ultradar deyapti, chunki bir xil chastota. Ey do'stim, chastota bir xil. Shu uchun shunaqa degan. Bu narsani mohiyatini tushunish kerak. Nima unaqa deyapti deb. Bu tofotdi, masalan, ketyapsiz, o'shani Trafistar deb qo'ysa ham o'ylanasiz, nima ekan deysiz. Lekin Cardon Pro deb Cardonda o'zgaryapti-ku. Bizda testimiz o'zgardi-ku. Mana hozir yuramiz. Qani nima gapsiz bo'lar ekan? Orqasidan ikkinchi Hikvision. Cheklangan tezlik 70. 60. Mulyaj. Cheklangan tezlik 70. Kamera na 60. Nima gapsiz bo'ladi? Orqasidan kelamiz o'sha Hikvisionni. Boya top-toza yo'lda ko'rdik. Bu yerda hozir ozgina bo'lsa ham bor. Mashina trafik bor, ozgina bo'lsa ham. Снижайте 160 metr, 130 metr, 110 metr. Спину. Hikvision masaklashamiz. Mana. Впереди еще одна камера. Лочин. O'tdik. Yana Lochin bo'lyapti. Endi Hikvision dedi mana. Mana deteksiya qanaqa bo'lyapti Neoline'da, ko'rdinglar? Bolalar, men sizlarga isbotlab berdim bu narsani. Hikvisionga slab ekan. Slabi nuqtasini bildik biz. Hikvisionga Neoline slab ekan. Ko'rdinglarmi? Alohida yurib ham ko'rsatib beramiz kerak bo'lsa. Ko'rsatib ham berdik ham. Beryapmiz ham. Kelinglar alohida yurib ko'ramiz hozir shunga. Alohida yuramiz. Buni uzaman. Doppler uzdim mana. Va hozir alohida yurib ko'ramiz. Natijani birgalikda o'zingizlar ko'rasizlar ekranda. Alohida yurib ko'ramiz hozir. Bashta razor qilamiz. Neoline'da birinchi ko'ramiz alohida, keyin Doppler Pro Wi-Fi'da alohida ko'ramiz lobga. Uzib qo'ydim, mana ismi yozib ko'rib turibsizlar. Doppler ochiq. Neoline 8800 Wi-Fi Black'da kelamiz Hikvision radariga qarshi lobga. Hikvision 60. Bu GPS ma'lumot aziz do'stlar. GPS ma'lumot. Yaxshilab yon atrofga ham e'tibor beringlar. Qatdan deteksiya bo'ldi. Mana znaklar, ana mana turgan yozuvlar, belgilardan отметка qilib qo'ying o'zinglar uchun. Снижайте скорость. Lobga kelamiz. Лочин. Hikvision kamera. Pishixodda Lochin va Hikvision dedi. Pishixodda. Eslab qolinglar. Chotki отметка bo'lsa uchun. Mana radar. Endi orqasidan ko'ramiz hozir. Еще одна камера. Orqasidan ko'ramiz.
qani nima gap so'z bo'ladi, orqasidan ko'ramiz. Orqasidan, lekin to'g'risini aytsam, men bir normalniy bir rezultat ko'rmadim, bir marta bo'lsa ham. O'tgandan keyin ketayotibdi. Lochinda o'tdi, Hikvisionda o'tdi. O'tgandan keyin ba'zida ko'rmay ham qolyapti. Shuning uchun hozir mana sekin o'tgandan ko'ramiz. Demak, Hikvision в спину 60. do'stlar, bu deteksiya emas. Bu Muляж. radarga bo'lgan radarni GPS orqali ogohlantirdi, do'stlar. 60 km/s tezlikdamiz. Mana o'tamiz. Спину. Mana Hikvision tepada. Men o'zim aytayman, Hikvision. Еще одна Voy, камера. Hikvision. Hikvision. Ay, ana topdi, eshitdi. Ana, men ko'rsatdim Hikvision, ey dedim, ko'rdi ana. Ey, ana Hikvision dedim, ko'rdi. Ko'rdinglarmi? Oldidan ham ko'rdik. Mana peshxod kelgan debdi lobdan. Endi Dopplerda kelamiz. Alohida kelib diqqat qilasizlar meni. Diqqat qilmanglar-da, mana ko'ringlar yaxshilab. Alohida kelamiz hozir. Joyini o'zgartirmadim. Hatto bu radar detektor ishlatgan odam bu yerda hayotda qo'ymaydi. Mana bu yerda qo'yadi, mana bu yerda qo'yadi. GPS. O'ladi, men hozir mana shu qo'ysam, nimaga yo'q o'tqizding deyishim mumkin. Mana shu tursin. Shunga ham gap topish mumkin odamlar. Lekin mana shu ichib qo'ymaydi-da. O'rtaga qo'yib qo'yadi yoki tepaga qo'yib qo'yadi. Men tepaga ham qo'ymayman. O'rtaga ham qo'ymayman. Mana mana shu hozir razol qilamiz. Hikvisionga ko'ramiz do'stlar. Bunaqa real Tesla'ni radar test uzda ko'rasizlar. Radar test uzda real Tesla'ni ko'rasizlar. Men ishlamadi orqasidan deb aytdim boya. 800 o'zingizlar ko'rdinglar. Xulosa o'zingizlardan albatta. Men endi hozir kommentariy qilsam noto'g'ri tushunishlar mumkin. Kelinglar endi hozir Doppler Pro Wi-Fi ko'ramiz. O'sha Hikvision radariga. Камера Куда 60. Снижайте скорость. 500 metr. Hikvision. 500 metrdan. 400. 400 metrda o'tdi. Bittada yurdim men. 10 marta emas. Neolan 800 men peshxodga kelganda aytgandi. Mana mashqa kelganda aytdi. 200. Ana farqi bor ekan bo'ldi. Bormi farqi? Og'riq bormi deymanda. Men chivnam tanlayapti, qaysiga o'tirsam ekan deb. Qochib o'tdi. Ko'rdinglarmi? Endi orqasidan Контроль светофора. yuramiz hozir. Перекресток. Снижайте скорость. Orqasidan yuramiz aziz do'stlar. Albatta orqasidan topish mushkul bo'lishi mumkin. Mana shu chivin menga yoqmayapti-da, shu chiqarib olish kerak shuni. Qatdan kirib qoldi. Oyna ochganimiz kirganimiz kerak-da. Chiqarib oling shuni. Ha, ana chiqdimi? Bo'ldi shu. Yetib kelding, manzilga kelding. Aziz do'stlar, radar detektor bu hozir men sizlarga 60. Bu Black men sizlarga ko'rsatay, mana yana bitta ko'rsatay. Bo'lishi mumkin-da, shunaqa bu boshqa narsalarni ko'rsatayotsan deyish mumkin. Bu Black mana. Sensak Neoline Xcube 800S Wi-Fi Black degani radar detektori. Bu ham koreyskiy radar detektor. Bu yomon ishlamadi o'zi umuman. Oldidan 200 metrdan topdi, mayli endi. Lekin orqasidan ko'rdinglar qanaqa topganimni. Orqasidan umuman bir yaxshi natija men ko'rganim yo'qdi. Orqasidan. Endi hozir kelinglar, bitta yuramiz-da. O'sha yerdagi Hikvision orqasidan Dopplerda ko'ramiz. Doppler joyini o'zgartirmadim ham. O'sha joyda turibdi. Qani ketdik, bismillah. Oldimizda o'sha radar bor, Hikvision. 200 metr endi spinoda bu. Mayli-da qancha bo'lsa ham ko'ramiz. 200 metr, 160 metr, Hikvision. 140 metrdan 100 metr bo'lsin, mayli 100 metr bo'lsin, mana Hikvision. Mana Hikvision. Oldirib bering shuni shunaqa masofadan. 50 marta o'tasiz, benziningiz ham bir menimcha yarim makiz ketsa kerak. Buni oldirishingiz uchun to'g'risi-da. Menligi sizga real test ko'rsatyapman. Real test ko'rsatyapman. Necha marta orqasidan o'tdik? Mashina oldirib bering, gap bo'lishi mumkin emas. Orqasidan oldirib bering. Tegidan o'tgandan keyin aytibdi, yo'q, nafaqat orqasidan, oldidan 200 metrdan aytibdi, yo'q, o'rtacha sredniy deteksiya 200 metr ekan. Sredniysi. Bundan pasti 90 metr, 100 metr, zo'r topsa 250, 300 metr bo'lishi mumkin, lekin sredniysi 200 metr ekan. Bo'ldi, bu anaqaga nuqta o'sha. Men sizlarga tushuntirib o'tirmayman o'zi. Bu Hikvision nimalarcha sizlar qila olmaysizlar yaqinda. Bu yuqorida qila olmaysizlar. Tushundinglar qanaqa ishlaganini? O'zinglar uchun bilib olinglar bolalar.
Silverstone F1, Silverstone F1 nomer 1, Doppler Pro Wi-Fi. Dizayni ham udar chiqqan, radar detektori bitta qaranglar, ko'ringlar o'zinglar. Bu eski stilda hali ham. Lekin bu radar detektoriga yetadigani hozircha yo'q. O'zini vesoviy kategoriyasida udar bo'lib turibdi. Mana shu yoqqa kelib video qilinglar agar ishonmayotgan bo'lsanglar. Kelib ko'rsatinglar orqadan bir yarim bak benzinlar ketadi menimcha bir 50 metrdan oldirib berish uchun. Menimcha-da. To'g'risida 140, 130, 150, 120, 100 metrdan olyapti-da misol uchun. Ba'zilarini to'g'ri, toza nima bo'lsa bir 50-60 bo'lishi mumkin. Lekin o'tgandan keyin bo'lmayapti-da bunda. Bunda o'tgandan keyin bo'lyapti-yu. O'tib ketgandan keyin bo'lyapti-yu deteksiya bunda. Hammaga omad, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamma vaqt bo'ling, videoga like bosib, obuna bo'ling. Real testlar bizda. Radar test uzda, radar test uzda. Real test bo'ladi. Real test. 400. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.